Bu bola haqiqiy daho, mana hayotni yengillashtiradigan va asabni saqlaydigan sirlardan qisqacha. Eshik tutqichiga sharchani kiyib qo'ying, devor bo'yog'idan himoya qiladi. Valikka molyarga lentalarini o'rab, pol ustidan yurgizing, bir zumda tekis chiziq chiqadi. Sayohatdan oldin chemodan g'ildiraklariga lenta yopishtiring, borgach olib tashlang. Yangi pol kabi toza qoladi. Eshik ishqalab g'ijirlaydigan bo'lsa, ostiga najdavek qog'oz qo'yib ochib yoping, o'zi silliqlanib ketadi. Oqava teshikka shlangli idish qo'ysangiz, oshxonani tiqilib qolishdan va suv toshishidan asraydi. 2. Kalitni bir-biriga ulasangiz, trubani osonlik bilan chiqarib olasiz. Shina kiyishda arqonni disk atrofidan aylantirib, pastga torting, shina joyiga tez tushadi. Qoshiq va kanselyariya qisqichi oddiy, lekin qulay. Ushlagich. Shunaqa oddiygina narsalar hayotni ancha yengil qiladi. Siz bilganingiz bormi? Bu layfhaklardan izohlarda yozing va saqlab qo'ying. Yo'qotib qo'ymang.